harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh a. Yolg'iz a. Oyoq a. Ulanma a. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarışıp bu Andergül'nün atlas kengligi çakmak eksi eynekte içildi kengli. Oğri dıraq kesmekte osta. Dıraq akı çıdımay yığılmakta. Mehmetcan meynet balılağı üç, meynet balılağı Mehmetcan'a amrak. Meş'el kötürüp kelmekte es'et. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsa na bo'ladi. Ne a na. Te'ga ani qo'shsak ta bo'ladi. Te a ta. A te at. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. A ne ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. A te ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynagach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, Meş'al oynar Azmet, Axlat töker Hanife, Asad polni tazlıvet. Öydekiler bu şiirini anlap meni maqtab ketdi. Bizning aile pek mi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men ailemizni intayin yaxshi ko'raman.